ikkisi o'tiqga menimcha bundan ortiq bo'lmasa kerak. Qaranglar uni. Fasadda amerikanskiy stil bo'yapti. Hozir kelgan joyimiz Yunusobod Katta Hasanboydagi zo'r uyimiz. Menimcha buni menda ko'rganlar ham bor. Ham qaranglar, o'zini kichkina shirin balkonlargacha qilingan, avtomatik darvozalari bor, yetmaganiga fasadda polni travertin haqiqiy toshdan qilingan. Endi hozir sizlarga ichki tarafdan polni obzorini qilib beraman. Orqa tarafi ham juda ham chiroyli tushgan, yetmaganiga traplari ham bor darvozaning tagida. O'ng taraf, chap taraf zeleniy zonalar qilingan. Endi ichki tarafdan obzor qilib beraman. Uyimizning ichki tarafdan remonti rostdan zo'r. Mana kramli eshigimiz bo'lsa, ko'rasizmi, panoramli ham, oynasi ham dasha razmerlari pashti bir xil, hammasi panoramli qilingan, yetmaganiga ozgina qoraytirilgan. Remontlarni neoklassika bilan minimalizm haqiqiy uyg'unlashgan varianti. Juda ham nejniy, zo'r chiqqan. Menimcha buni jivoy kelib ko'rsanglar, o'zingizga ham yoqib qolsa kerak. Xo'p, o'ng qo'limizda ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta oshxona uchun joy tashalgan. Bu yerda даже 3 ta oyna eshik qilingan. Bu eshik tashqari tarafdan alohida, lekin ichki tarafdan ham kirsangiz bo'ladigan bo'lib turibdi. 2 ta oynasi bor. Oynalarni aytganimdek, ko'rasizmi mana? Qoraytirilgan. Tashqari taraf to'g'ri ko'rinyapti, bilayotgan bo'lsangiz. Kuxnya zona uchun joy tashalgan, kaflari terilgan. O'zingizga mos qilib zakaz bera olsangiz bo'ladi. Va o'ng tarafda bo'lsa, o'zini ham shirin hojatxonalari mana kerak granitda qarang, qo'l yuvish uchun. Juda zo'r qilib qo'yish kerak. Yo, chap qo'limizda bo'lsa, bizani bitta zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham sredniy, razmerlari ham juda ham yaxshi chiqqan. Joyi o'ziga, lekin mos. Yo'q, podsvetkalari bilan zo'r vid berib turibdi. O'zining orqaga qaragan oynalari bor, sirkulyatsiya uchun joy tashalgan, jaluzilar qilingan. Endi sizlarga hop, bu zaldan chiqqanimizdan keyin o'sha birinchi etajdan birinchi spalnyamizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu spalnyamiz ham razmerlari kichkina emas, katta. Bosh tarafimiz o'zini biralari bor, dekorativniy zona, tiy zona, o'zining ichida sanuzellargacha tashkil etilgan. Qaranglar, juda ham minimalizm. Hamma narsa me'yorda qilingan, kerama granitdan rakvina. Menimcha anchadan beri bunaqa remontli joy ko'rmayotgandirsizlar. O'zining radiatorlari bor, lekin narxi ham zo'r chiqyapti. Narxlari har doimgidek opisaniyada bo'ladi. Endi sizga ikkinchi etajdan yana to'lig'ini olib beraman. Tak. Ko'rayotgan bo'lsangiz, zinarimizga ham podsvetkalar qilingan. Devorlarimizning rangi pudra, qanaqa turadi, juda ham nejniy rang. Kelib ko'ringlar. Buni baribir tepasida ko'rgani boshqacha. Mana shunday ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda bizani yana ikkinchi etaj uchun bitta mini holimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimiz o'shanda TV zona. Bu yoqimizdan chiqib oynadan qarasangiz, ham to'g'ri tarafdagi qo'shni primo ko'rinmaydi. O'shani